hurmatli kuzatuvchilar. Yine pazarlamız 38. dükkan yanında yine üçüncü ezellik güller satılıp durar. Blogerler. Gülleri bakasına Muhammed Can ekan. Güllerini bakasına aytib o'ting. 5000 so'm manbat tutmazi bilan shafronlarni Xorazm bitonelar. Xorazm obzormi? Xorazm mebel kanali. Ha, mebelchilar hammasini taniman. Bular 310 ming so'm, bular ham 5000 so'm manbat tutmazi. Ha. Bular 5 dan bar tutmazi. Pitoniya. Bexor ko'karib ketaveradi. Konkret. Endi sari gulingizning tuzum. Sari gullarni 5 tanadi 4,5 beramiz obunachilarga. Ko'proq olsalar 4000 so'mdan beramiz. Ha. 8 kilolarni 310 ming so'mdan beramiz bularni. Ha. Salvaga shunday ketayadi. 310 ming so'm. Atirgullar 15 ming so'mdan. Ochilib turibdi yine. Ha. Bularning 215 ming so'm berdi bu. 215 ming so'm. Tırmaşaklarımız var 15 ming so'mmi. Seren güllerimiz var, daraxt gullar 15 dan beramiz. Atirgullarning loylasi var 5 yilliklari. Bularni 25 ming so'm. 20 dan beramiz. Optim baho skidga. Kelaverasiz. Bexata gökərədi. Topraqlı loy bilan turibdi ana. Bunda yanar gullar bor. Baxma, dim xo'sh, keçim bilan yanib turadi onu. Bu yerda ko'pmi bu gullar? Mitchalli desangiz dastavkasi bor, dastavka xizmatlarimiz bor. Telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilaverasiz. Behijolat. Bo'ldi. 33 dan 868 90 68. Ha. Bu yoqda ham gullar bor ekan. Ajoyib. Sizga necha so'm bo'ldi? Assalomu alaykum. Ha. Meyveler, mezeler, daraxtlar, köçetleri bilen, dekoratif daraxtlar, çiçekleri, piyazlar, kurulları bilen sığınırlar. Mezelerimiz şirin kurul. Sanatoriyenin yanından giriledi. 10 gitler yer. Doğru asfalta kırap görüntülü. Ha. Bol. Güllerim, hareketlik, her gün. Ha. Bol. Ha. Endi de giyohlar ham bor ekan. Ajoyib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'sangiz? Bu giyohlar olamiga xush kelibsiz. Ha. Bu yerda tabiiy giyohlar, odamda tabiiy giyohlar yordamida davolanish. Ha. Ham ajoyib so'z san'ati bilan. Ha. Gipnozoterapiya bilan ham bog'liq. Ha. Psixologik odamni yaxshi gaplar bilan ham davolanishi mumkin. Odamlarda ko'pgina kasalliklar 60% yaxshi gapga, ko'ngil ochar gaplarga muhtojdirlar. O'zlari o'z-o'zidan uzalib ketish xususiyatiga ega bo'ladilar. O'zi ko'pisi shifo topadi. Bu yerda shifo giyohlarimiz bor ekan. Yine bor. Masalan, shotut serkasi bor. Qon sulturuvchi dorilardan 5-6 marta kuchli. Trombopol, tromboz, kardiomagnitlardan 5-6 barabar kuchli ekan. Buni bir marta kechqurun ovqatdan oldin avval bir 3 kun yarim qoshiqdan, keyin 1 qoshiqdan ichiladi. Qon suvni suyulib ketadi. Bir marta ichadi buni. Lekin salqin joyda saqlanadi. Saqlanish joyi. Ikkinchisi olma sirkasi ekan. Olma sirkasi har kuni har kim ichib turishi kerak edi. 3 mal ichiladi. Bu qon suyultiruvchi, tomirlar tortishganda, masalan, har kuni qo'l oyoq og'rishi to'xtaydi. Ham sahrni 5 ga 6 ga tushiradi. Sahr kasalliklari. Ha. Ham yana buni giyohi bor o'zining masalan. Mana bu anjir sirkamiz bor ekan. Anjir sirkamiz ichadagi ko'krak sanchiqlarida, dam bronxal astmada, nafas yo'llari shamollashlariga asosan shifo bo'ladi. Bundan shu 2 marta, 3 marta ovqatdan oldin 20 minut oldin ichiladi. Ovqatdan oldin tutiladi.